deysizlarmi? Demak, fenil asetat beryapti. Fenil asetat. SH bo'ladi. Keyingisi benzot, metil benzot. Metil benzot. Benzoil kislotaning metil efirida. Keyingisi Fenil sirka kislotasi. Fenil sirka kislota. Bu fenil sirka kislota. Xo'sh, oxirida ma'lumot etgan fenil asetat bilan metil benzotni vodorodni birga to'l nisbat. Bu degani ikkalasi bir-biriga izomer modda, vodorodlar soni va uglerodlar soni bir-biriga teng. Vodorod 1 ga 4 nisbat degani vodorod teng bo'lsa, demak moli 1 ga 4 bo'lganmi? Moli noma'lum, nisbat mol bo'lgani uchun x ga 4 x oldim. Izomer moddada bir-biriga mana. Ikkita kislorod, ikkita kislorod, ikkita uglerod, halqa bir xil-ku. To'g'rimi? Izomer. Vodorodni 1 ga 4 deganda, demak albatta ularning moli x ga 4x mol bo'lganda. Xo'sh, keyin dastlab natriy metali bilan reaksiyaga kirishgan. Natriy bilan karboksid guruhi tashqi tomonda bo'lgan reaksiyaga kirishadi. Reaksiyaga kirishganda 1 mol vodorod gazi chiqadi 2 molidan, to'g'rimi? Keyin aralashma yoqildi deyaptimi? 3-ish. Aralashma yoqildi. Aralashma yonadigan bo'lsa nima bo'ladi? Mana bu ikkalasi izomer bo'lgani uchun birdaniga olib ketaveraman men. Ya'ni ikkalasi uchun A olyapman. Strelka 8 mol karbonatan chiqadimi yoqilsa? 8 mol karbonatan gidrid gaz. Keyingisi bu yoqilsa. Bu yonsa ham 8 mol karbonatan gidrid. 4-ish. Mana shu dastlabki aralashmaning necha foiz yoqilgan holatda turibdi hozir? 25% yoqilgan. Shunda karbonatan gidrid va vodorod gazi. Natriy bilan kirishganda chiqqan vodorod deyapti. Dastlabki aralashmaning 25% yoqilganda hosil bo'lgan karbonatan gidrid bilan aralashtirilganda o'rtacha molar massasi mana buncha bo'lgan aralashma hosil bo'ldi deyaptimi? Agar men buni x y oladigan bo'lsam, massa jihatdan 44x 2y teng o'rtacha molar massasi 42 gram. Mol 22 litrga berilgan. 1 mol deganimi? X topsak 0.96 mol, y topsak 0.04 molmi? Demak, mana bu ikki reaksiyadan chiqqan karbonatan gidrid x 0.04 chiqadi. Ha? Ya birinchi karbonatan oldim-da. Endi qaranglar. Bu yerda chiqqan karbonatan gidrid 0.96 mol. 5-ish. 0.96 mol karbonatan gidrid aralashmaning 25%. 100% qancha bo'lgan o'zi? Topib olaman. 3.84. Demak, bu yerda 3.84 mol karbonatan gidrid chiqqan aralashmaning 100%da, ular shu 3.84 mol karbonatan gidridni 25%, ya'ni 0.96 molini olib 0.04 mol. Mana bu yerda hosil bo'lgan gaz bilan aralashtirilganda o'rtacha molar massasi 42-32 bo'lgan aralashma hosil bo'lgan. Demak, bu yerda 0.04 mol vodorod qancha? 0.08. Fenil sirka kislotadan chiqadi. 0.08 mol. Demak, mana dastlabki aralashmaning 100% dan 0.08 mol fenil sirka kislota bo'lsa, 0.64 mol karbonatan gidrid bundan hosil bo'lgani 3.84 da 0.64 mol. Ayrivashdan qolgani 3.2. ikkalasidan chiqadi. 3.2. 1 dan 8, 3.2 qanchasidan? 0.4 mol. Mana bu ikkalasi uchun 0.4 mol ekan demak. Tushunarlimi? 6-ish. Demak, mana bu birinchi modda nima edi? Fenil asetatmi?
X mol oldik. 4x. Buni 4x oldik, metil benzotni. Xo'sh. X ga 4x bo'lsa, 5x. 5x esa umuman olganda shuni qiymati nechiga tengyapti? 0.4 ga. 0.4 ga teng. X topamiz. 0.08. 0.08 mol. Shuni 4 ga ko'paytirsam 0.32 mol metil benzotga. Demak, fenil asitga qancha to'g'ri kelyapti? 0.08 mol degan javob bo'ldi-da. 32. Siz sanashni bityapsizlarmi hozir? 32. Birinchi ish. S6 H2 Y2dan Y dan 9 mol vodorod. 9 mol Vodorod. vodorod S6H. S6 H2 NH2Y. NH2 Y. Z mol suv. Z mol suv. Endi qaranglar. Men bitta oddiy misol yozib ko'rsataman. Aynan fenil guruh tutgan qismga emas. Masalan, metil nitrat. Vodorod kirishtirsalari metilamin va suv chiqadi. Ko'ryapsizlar? Bu yerda mana buni tarkibidagi ikkita kislorod kimga o'tib ketyapti? Suvga o'tib ketib, o'rnini vodorod egallayaptimi? Kislorodlar tenglaydigan bo'lsangiz, ikkita tushadimi? Endi suv hosil bo'lishi uchun 2 4 ta vodorod atomi ketyapti. Mana buni tarkibiga ham ikkita kirib kelyaptimi vodorod o'rniga? Shunda vodorodlar nechta bo'lyapti? 6 ta. Bu degani 3 mol ketyapti deganimi? Bu nitrat guruhi bitta bo'lgan payti, qaysi guruh? Nitrat. Nitrat bitta bo'lganda 3 mol vodorod ketyapti. Vodorod qancha beryapti? 9. Demak, nitrat qancha bo'lgan? 3 molmi? Y qiymati 3 ga teng. Ko'ryapsizlar? Xo'sh, endi qaranglar. 3 mol vodorod bo'lganda suv necha mol hosil bo'lyapti? 2 mol hosil bo'lyaptimi? 9 mol vodorod bo'lish uchun suv qancha bo'lish kerak? 6 mi? Z qiymati 6 bo'lgan. Mana bu yerda ham Y necha bo'lgan? 3 bo'lgan. Ko'ryapsizlar? Endi X qiymati. Bilasizlar, o'zi benzol S6H6 bo'ladi. 3 ta NO2 tutish uchun 3 ta vodorodni chiqarib olish kerakmi? Mana bunday holatda bo'lgan. Tushunarlimi o'rtoqlar? Nima so'ralgan bizdan? X Z qiymati. Ha? Y qiymati so'ralgan. Y nechi? Bormi shunaqa? Tushunarlimi o'rtoqlar? Shunaqa qilib ishlasalar ham bo'laveradi. Yoki degan narsa bor. Yoki ikkinchi ish, atomlarda o'ng va chap tomondagi atomlar o'zaro tengligiga qarab turib ishlasalar ham bo'laveradi. Masalan, bu yer Z midi? Bu yer Y mi? Mana bu yer ham Y da. Chap tomondagi vodorod o'ng tomondagi vodorodlarga teng bo'ladimi? Xo'sh. Endi shuni bilinglarki, o'rtoqlar, ana Z bizga ortiqcha narsa-da. Shuni kimgadir tengligini aniqlab olishimiz kerak. Chap tomonda 2 kere Y, Y kere 2, 2Y mi? Demak, o'ng tomondagi kislorod faqat suvda bor. Kislorodlar tenglash uchun oldiga nechi qo'yaman? 2. Z dan qutildingmi? Chap tomondagi vodorodlar X da buni tarkibida, 2 kere 9, 18 da buni tarkibida. O'ng tomoniga teng. X plus 2Y da kislorod bormi?
Xo'sh, demak x lar qisqarib ketsa, Yana 4y bor bu tomonda. To'g'ri yig'gan bor. qayerda bor? Maqsudiya. Ha, mana bu yerda bor ekan, ha? X plus 2 ni y ga ko'paytirsam, 2 y 2 kere y ni y ko'paytirsam 4y. Ha? X lar qisqarib ketsa 18 teng 6y. Y teng 3. Kelib chiqdimi? Shunaqa qilib topasanayga bo'ldi. Tushunarlimi? Keyingisi 33 dan 65 gacha. 33 mi? Temir 2 sulfat nima qilinyapti? Parchalanyapti. X, Y, Z chiqqan. Ma'lumotlar. X modda elementning massa ulushi Teng bo'lgan bilan. elementlarning massa ulushi teng bo'lgan binar birikma. Endi bu yerda element massa ulushi teng bo'lgan binar birikma kimga to'g'ri kelishi mumkin? 32 ga 32. Demak, X modda kim bo'lgan? SO2 bo'lgan, ha? Z modda vodoroddan 16 marta og'ir. Demak, vodorod 2 yu 16 ga ko'paytirsam 32 kim bo'lishi mumkin? Oltin gurgut bo'lishi mumkin, kislorod bo'lishi mumkin, ha? Buni yozib turamiz. Y modda binar birikma bo'lib, metal 3 valentli. O'zi metal bu yerda faqat kim bor? Temir. Temir bormi? Ha? Binar birikma bo'lsa, demak uni oksidi bo'ladi. Temir 3 oksid chiqqanmi jarayonda? Xo'sh. Endi bu yerda o'rtoqlar qaysidir moddani monuncha marta og'ir deydigan bo'lsak, Z modda oltin gurgutga to'g'ri kelishi nima deydi? Masalan, temir bu yerda +2, +3 o'tyapti. Oltin gurgut +6 dan +4 o'tyapti. Yana 0 qo'yadigan bo'lsak, tenglik og'irda shartni bajarmay qoladi. Shuni hisobiga biz buni kim deb olamiz? Kislorod deb olamiz. Kislorod gazi. Endi reaksiyani tenglaymiz. 2 4 tushami? 4 4 2 4 2 4 1. Tushunarli, ha? Endi X moddaning emeri. Emer bu molekulyar massa. 32 32 64. Kimga to'g'ri keladi bu? Fga to'g'ri keladimi? Keyingisi X moddadan oltin gurgut olish reaksiya tenglamasining koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang. X moddadan SO2 midi? Bu birinchi ish. Endi SO2 dan qanday oltin gurgut olishimiz mumkin? Darslikda bor. Vodorod sulfitga ta'sir ettirib, oltin gurgut bilan nima olish reaksiyasi bor? Suv olish reaksiyasi bor. Darslikda berilgan bu narsa. O'zi shunga o'xshagan savol tushdi sertifikatda. Shu yo'nalishda tushdi. Reaksiyani tenglaymiz. 2 qo'yamiz. 2 qo'yamiz. 3 tushadimi? Koeffitsiyentlar yig'indisi 3 plus 5. Nechini beradi? 8. Bu kimga to'g'ri keladi? D ga to'g'ri keladi. Ushbu bosqichning yakuniga yetkazing va chap tomondagi koeffitsiyent. Bosqichda yakunladik. Chap tomondagi koeffitsiyent 4. Bu kimga to'g'ri keladi? S ga. Javob kelib chiqdimi o'rtoqlar? 36. 47.8 gram glitsin, alamin va nonormal kislota. Ya, nima ketyaptimi? Video ketyaptimi shu? O'chib qoldi. Glitsin, alamin, nonormal kislota aralashmasidan tripeptid olindi. Demak, glitsin, alamin, normal magniy kislotadan nima olingan? Glitsin chiziqcha, alamin chiziqcha, tripeptid. O'rtoqlar, mana bularda ikkita har bitta oralig'idan 1 mol suv chiqib ketadi, bilasizlar-a? Ikkita oralig'idan chiqib ketish uchun necha mol suv chiqqan? 2 mol suv chiqqanmi? Xo'sh, demak,
Dastlab uchalasi 47,8 gram bo'lgan. Tripeptid 40,6 gram. Demak, qolgan massa kimga tegishli? Suvga ayiramiz. 7,2. 2 mol suvimiz 36 mi? Qancha deb uchalasini topib olishimiz mumkin? 239. Ikkinchi ish. Umumiy massadan, molar massadan glitsin 75, alanin 89 deyishsak, noma'lum aminokislot topiladi. 75 mi? Demak, yana kim chiqargan bu yerda? Yana glitsin qo'shilgan ekan. Tushunarlimi? Alyuminiy gidrolizdan qancha hajm gaz ajraladi? Uni necha foiz? 20%. Nechinchi savol? 37. Savol, birinchi ish. Alyuminiy karbid. Bilasizlar, gaz bu kim? Metan bo'ladi. 1 mol alyuminiy karbid massasi 144 gram. Hajm so'ralgan bizdan 67,2 litr. Bu 72 gram. 33,6 litr. Bu necha foiz unumda chiqqan? 100%. Bizda 20% unum so'raladi. Qancha? 6,72 litr degan javob bo'ladi. Tushunarlimi, birodarlar? Keyingisi 38. 38-savolda A element plus strelka B plus C 2 mol nitron. Massa 89 235. Biz buni ajratib olamiz, o'rtoqlar. Ya'ni nimaga ajratib olamiz? Proton va neutronga. Proton, neutron. A element izotopi tarkibida neutronlar soni B element izotopidan 55 ta ko'p. C element izotopidan 90 taga ko'p. S'dan S'dan 90 ta ko'p. Demak, men S'ni neutronini N olsam, A'niki N plus 90 bo'lsa, shunda 90 ta ko'pmi neutron? B'nikidan 55 taga. N plus necha olsam, N plus 90 dan 55 ta ko'p bo'ladi. 35 olsam, misolcha bir-biridan ayrilib ko'rsalar 50 qisqarib ketib 90 dan 35 derishdan 55 ta ko'plik kelib chiqadi. Xo'sh. Demak, ikkita neutron ham bor. To'g'rimi? Neutronning o'zi alohida chiqqan-ku. Chap va o'ng tomondagi neutronlar o'zaro teng bo'ladi. Tenglaman. N plus 90 ga teng bo'ladi o'ng tomon. N ga N. 2N plus 35 2 37. Qisqarib ketsa, o'ng tomonda N qoladi, 37 baqa o'tib 90 dan ayrilib ketsa, 53 ta neutronmi? Bizdan so'ralgan qiymat S va B. Bu ikkalasi so'ralyapti. 2N plus 35 mi devindisi? Endi qiymati 53 chiqdi. 53 ko'paytiraman 2, qo'shaman 35. 141. Demak, yig'indida 141 ta neutron bo'lgan. Keyingisi 39. Normal mix aniqlang. X bu is gaz massasimi? Birinchi ish. Demak, karbonat angidrid va is gazdan iborat aralashma ekan. Ikkalasini mol yig'indisi 2,8 0,4 molga to'g'ri keladimi? Haligi usul o'rtoqlar. 2,408
10 üstü 23 mana bu holatda bo'lsa, mana bu yerdagi oxirgi raqamni, ya'ni 8 ni 2 ga bo'lsalaring 4 chiqadi. Lekin mana bu yerdagi qiymat 6 dan kichkina bo'lsa, oldiga bitta 0 berib bo'laveramiz. Tushunarlimi? Bes kalkulyator ishlash qulay usulda bu. Demak, aralashma 0,4 mol. Kimni molani bu yerda? Karbonat angidir 8 va 8 gram bergan, ha? 0,2. 44 ga bo'lsam 0,2 mol. Demak, buni qiymati 0,2 mol bo'lsa, ayashdan buniki ham 0,2 mol. Shuni massasi so'ralgan. 30 ga ko'paytirasizlar. 28. 28 edi. 5,6 gram. Bormi shu qachon? Ochib ko'rdim. Hozir shunaqa holatda keldi. Eshik yopib qo'ysangiz kelsa, ochib qo'ysangiz sovqotasan. Demak, 40-savol. Qarangmi? O'rtoqlar, bu oq fosforga to'g'ri keladi. Grafik tuzilish. Ya'ni P to'g'riga to'g'ri keladi. Azon bilan reaksiyasidan esa fosfor 5 oksid chiqadi. Reaksiyani tenglashni nima qilamiz? Masalan, fosfor 4 0 dan o'tyapti, fosfor plus 5 ga. To'g'rimi? 4 kere 5 20 ta. Azon oddiy moddani oksidan darajasi 0 o'tyapti. Kislorod ketyaptimi? Minus 2. 6 bo'ladimi? Umumiy ko'p. 60 mi? Ana kisloroddan 5 mol indeks. Ha? Indeks 5 mol. Azonga to'g'rilab ishlayapman-da, chunki azondan hosil bo'lgan kislorod atomi. To'g'rimi? Demak, 20 ga 6. 60 olsam 3 ga 5. 66 ga bo'lsa 5 bo'ladi. 30. Demak, buni 10 ni 1 ga ko'paytirsam bizda kimni oldidagi so'ralgan? Azonmi? Azonni oldiga tushadi? 10. Buni oldiga? 3. Buni oldiga? 6 tushadi, 2 ga bo'laveramiz. Tushunarlimi birodarlar? O'zi bu reaksiya esingizda bo'lsa, sertifikat kuni bergan qo'llanmani ichida bor edi. Endi biz buni doston kanalida o'tganmiz. Shuning doston kanalimiz bilan esimizda hozirda. Sizlarga o'tgansiz. Qaralar. Voy. Qaralar. Demak, bizda beryapti. X plus kaliper manganat neytral sharoitdagi yetmasi, strelka. X OH dan nechta? 2 ta. Menga qaysi reaksiyani eslatyapti? Y cho'qmi? Wagner, 2 atomli spirtlar olish. To'g'rimi? Demak, bu yerda X alken bo'lgan. Esa H2. Y manganez to'roksid tushadi, to'g'rimi? Xo'sh. Demak, shu bo'yicha Y bo'yicha so'ralgan narsa. Ikkinchi ish. Manganez to'roksid plus OH ioni strelka
Endi bu yerdagi modda marganes bo'lgandan keyin mana bu ion tarkibidagi modda ham marganes bo'ladimi? Demak, bu A hisoblanadi elementi. 2 minus. 2 minusmi? Suv. Plus Suv. suv. Mana bu yerda x bor. X qiymatini aniqlaydi. O'rtoqlar, buni ion balansi suvda tenglashni qisqa ko'rinishida, qisqa holatdagi ko'rinishi. Yordamchi qismlar qo'yilgandan keyingi holat. Shuni tenglashimiz kerak. Kislorodlar o'ng tomonda nechta? 5 ta, chap tomonda 5 ta. Xo'sh. Tor mana bunga nisbatan 2 barobar qo'ysak 8 ta bo'ladimi? Buni oldiga 4 qo'ysam teng bo'lmay qoladi endi. To'g'rimi? Vodorod kamayib qolyaptimi shunda? Marganesdan o'tsalangan bo'laveradi, OHdan o'tsalangan bo'laveradi. Vodorod faqat OH bilan suv tarkibida bormi? Reaksiyani tenglash kerak. OHdan ko'proq qo'yish kerak. 5 katta kislorod bo'lsa 2 barobar qo'ysam to'g'ri kelmaydi, 10 top qoladi. 10 ta bo'lsa 12 tayu 5 qo'ysam bunda ham to'g'ri kelmayaptimi? Xo'sh. Marganes plus 4 dan o'tyapti. Plus 6 ga. Marganes plus 4 dan o'tyapti. Mana bu tarkibdan plus 6 ga o'tyapti. 2 ta elektron farqmi? OH. OH suv bilan kislorodga parchalanib ketadi, to'g'rimi? OH suv bilan kislorodga parchalanib ketadi. Suv bilan kislorodga, demak 4 moldan 2 hosil bo'ladigan bo'lsa, bu degani jarayonda suv qancha bo'lsa, OH shundan necha barobar ko'p? 4 ga 2 qo'ysa 2 barobar ko'p bo'ladimi? Jarayonda OH suvdan doim 2 barobar ko'p bo'lar ekan. Agar men OH yonyapti 4, suv yonyapti 2 qo'ysak, 6 ta bo'lar ekan, ha? To'g'rimi? 6 ta, 4 ta. Reaksiya teng ekan. Haligingi holatga 2 ga 4 ga o'xshash. Endi shuni o'rtoqlar zaryadlar yig'ilsa, molekul uchun nechi bo'ladi doim? Molekul uchun ham molekul uchun 0 bo'ladimi? O'ng tomondagi zaryadlar -2. Qaysi tomonga o'tkaziladi? Chap tomonga. Tenglikdan sakraganda ishora almashadi. +2 bo'ladi. 4 kala minus. Minus 4. 0 hisobga olishadi emas. Yechtirib olamiz. -2 qoladimi? Demak, bu yerda qiymat nechiga teng ekan? -2 ga teng ekan, ha? X qiymati. Chunki x qiymati yo plyusda bo'ladi, yo minusda bo'ladi berib ketganda. Demak, bu javob chiqdi. Endi ikkinchi ish. Uchinchi ish. Y kim? Marganes to'g'ri Kaliflar etmamak sekitishyapti. Detoli tuzagan, ha? Kaliflar. Plus kali hidroksid strelka kali 2 armedi. Marganesmidi? Marganes O4 kali xlor suv. Shuni yarim reaksiya suvda tenglang va qisqa ionli tenglamasning koeffitsiyentlarini aniqlang. Yarim reaksiyada tenglash uchun o'rtoqlar biz oksidlanish va qaytarilishlardan alohida olishimiz kerak. Masalan, bu yerda marganes o'tyapti manganatga. Marganes to'roksidi o'tyapti kimga? Manganat ionigami? Bu yerda yordamchi qism bo'ladi. Yordamchi qism ishqoriy sharoitda
OH bilan suv bo'ladimi? OH bilan suv bo'ladi. Demak, keyingi qism. Kim o'zgargan keyin? Vertolyot sudan kalxaydi. Xlor o'zgargan, yana? Xlorat ionidan o'tyapti. Xlorda -1ligigami? Demak, bu tomonga nima beramiz? Suv, vodorod hosil qilish uchun, ha? Kislorod hosil qilish uchun. Kislorodlar tenglashishi oldiga 3 qo'ysak, 6 ta vodorod paydo bo'ldimi? Shunaqa bo'lyaptimi? Ha, bu tomonga OH berishimiz kerak. Demak, ikkinchi reaksiyada bu tomonga suv, bu tomonga OH bo'lsa, bu yerda kislorodni ko'tarish uchun suv beramiz, bu tomonga nima beramiz? OH yo'q. Shu usul orqali tenglasak bo'ladi, yarim reaksiya usuli. Xo'sh, bu yerda OH doim suvdan 2 barobar ko'p bo'ladimi? Qarang. O'ng tomonda kislorod 4 ta, chap tomonda 2 ta. To'g'rimi? Xo'sh, qancha suv qo'yishimiz kerak shunda kislorod tenglash uchun? 4 4 ga umuman olganda buni yashirib turamiz, ha? Shunda bunga 2 mol suv kerak bo'ladimi? Lekin yarim reaksiyada OH qatnashgan qismlarda 2 barobar ko'p qo'yamiz. 4 ga 8. Tenglab ko'ramiz. Kislorod tengmay qoldimi? Xo'sh, marganin oksid 4 ta. 2 qo'ysak kislorod ortib ketyaptimi? Ha? Nima? OH. Nima edi birinchisi? Marganin oksid plus strelka -2 plus nimani? Qancha qo'ydingmi? OH qo'yamiz va suv qo'yamiz. Shunda men buni oldiga 2 qo'ysam, buni oldiga 4 tushadi. Tengmi? Bo'ldi. O'rtoqlar, qaysi tomonda kislorod kam bo'lsa, o'sha tomonga OH qo'yamiz. Qaysi tomonda kislorod kam birinchisida? Chapdami? Kislorod kam tomonga OH qo'yamiz, eslab qolasizlar. Demak, bu tomonga o'z-o'zidan yordamchi qismida ikkinchisi suv tushadimi? Xo'sh. Tenglash uchun 4 2. Bu yerga 2 qo'ysak, vodorod tenglash uchun chapga 4 qo'yamizmi? Kislorodlar 4 2 6, 4 2 6. Pastga xuddi shu jarayon teskari. Yoki kislorodi kam yoki yo'q tomonga OH qo'yamiz. Ha? Bu tomonga o'z-o'zidan nima tushadi? Qarama-qarshi holatga suv tushadi. Tenglash uchun. Xo'sh. Mana bu yerga 3 qo'ysak, 6 ta OH. Kislorodlar, vodorodlar tengmi? Mana shu yarim reaksiya o'rtoqlar. Endi molekula uchun zaryadni ichiga teng, 0 ga teng. -2. Bu tomonga o'tsa, +2 bo'lib o'tadi. 4 kara minus -4. Ikkalasi ishib ketsa, -2 qolyaptimi? Endi bu tomonda xlor teng -1, 6 kara minus -6. Ikkalasi ishib ketsa, -7 mi? -7 bu tomonga +7 qiymat bo'lib o'tadimi? Suv uchun 0. Mana bu yerga minus olib chiqadigan bo'lsak, ikkalasi ishib ketsa chap tomonda zaryadlar. +6 qolyaptimi? Demak, -2 +6. -2 +6. Ikkalasi uchun eng kichik ko'p 6 mi? 6 ni 2 ga bo'lsam 3, 6 ni 6 ga bo'lsam 1 tushyaptimi? Shu bo'yicha ishlaymiz. 3 ko'p aytiraman 1 ga. 3 mol marganiz oksid. 3 ko'p aytiraman 4 ga. 12 mol
OH. Tepani chap tomoni tugadi, past chap tomon. 1 ni ko'paytiraman 1 ga. 1 mol xlorat anionimi? 1 ni ko'paytiraman 3 ga, 3 mol suv. Strelka o'ng tomon. 3 karra 1. 3 mol. Permanganat anioni 3 karra 2. 6 mol suv plus 1 karra 1. 1 mol xlor anioni 6 mol OH anioni. Endi mana chap tomon va o'ng tomonda o'xshash yo'llarni qisqartirib olamiz. Qisqa yo'lliga o'tish uchun. Chunki bu hozirgi holat to'la yo'lli holatda. Qisqa yo'lliga o'tish uchun qisqartirib olamiz. Demak, o'xshash yo'l. Kim o'xshash? Suv o'xshashmi? 6 3. Qaysi tomonda ko'p? O'ng tomonda. 3 bilan 6 qisqarib ketsa, demak o'ng tomonda necha mol suv ortib qoladi? 3 mol. OH qisqaradi. Chap tomonda ko'pmi? 6 mol kim qoladi? OH anioni qoladi, chap tomonda. Qolgan narsalarni yozib qo'yamiz. O'ng tomonga 3 mol permanganat ioni, 1 mol xlor anioni. Chap tomonda 3 mol manganez to'roksidi, 1 mol xlorat ionimi? Xlor O3. Ko'rdinglar? Shu yerda koeffitsient so'ralyapti. 3 ga 1. 3 1 6 3 3 1. Ofshi. 17. Demak, qisqa yo'lli tenglamasida koeffitsiyentlar yig'indisi ichiga teng ekan. 17 ga teng ekan. Ko'rdinglar? Alohida qo'llanma chiqarib beraman hozir bu tengligini. 42. Reaksiya yozib ko'ramiz, ha? 43-savol. Bu ham shunga oid test. Üçüncü savol. Birinchi ish. Reaksiya. A qandaydir qism qo'shboq SH SH3 plus dixromat ionimi 2 minus plus vodorod kationi nima ekan? Kislota qoldig'i. Strelka SH3 SOOH va B modda xromda nechchiligi? 3 plusligi plus suv. Endi bu yerda sharoit kislotalik sharoiti ketyapti. Mantiqiy o'ylaydigan joyi borda. K kislota qoldi. Ekvivalentlarning massasi 48. Kimga to'g'ri keladi? Sulfat qoldig'imi? Demak, bu sulfat kislotaga to'g'ri kelar ekan, ha? Keyingisi. Shu ma'lumot bor ekan xolos, ha? Endi mantiqiy o'rtoqlar. O'zi qandaydir alken bo'lgan, ha? Alken dixromat kislota va sulfat kislota ishtirokida oksidlanganda o'rtadan ajraladi. Shunda bitta qismidan sirka kislota, propan kislota, ikkinchi qismi noma'lum. To'g'rimi? Kislota chiqadi. Mana bu qismidan qaysi kislota chiqar ekan? Propan kislota. Mana bu qismidan ham qandaydir kislota chiqishi kerak. Demak, o'ng tomonda propan kislota bormi? Yo'q. Demak, B modda kim bo'lgan? Propan kislota bo'lganmi? B modda propan kislota bo'lgan. Plus xromda uchligi va suv. Endi qaranglar. Xo'sh, demak bu B modda bo'ldimi? Dastlabki A qism kim? Bizda yangi kislota paydo bo'lib qoldimi?
ikkitalik sirka kislota. Demak, dastlabki A qism etil qismi bo'lganmi? S2 H5. Ya'ni SH3 SH2. Mana bu A qism. To'g'rimi? Ya, SH bo'ladi kechasida. Qo'shib olibdi. Demak, shu A qismmikan? Birinchi so'ralgan narsa A qismdagi elektronlar soni. Ya'ni S2 H4 dagi elektronlar. Birinchi so'ralgan qiymat S2 H4 28. 28 6 1 12 ga 4 16 28 qachon chiqardingiz? Xo'sh, B moddaning SP3 SP2 qiymati taqsim. Ikkinchisi B modda. B modda bu propan kislotamidi? SP3 orbitallarda SP3 SP2 ga nimaga nisbat? SP3 ga SP2 ga nisbat. SP3lar bu mana bu va bu kislorodmi? Demak, 3 ta atom SP3, 4 ko'paytirsang orbitallar kelib chiqadi. Mana bu va mana bular SP2. 2 ta atom, 3 ko'paytirsang orbital kelib chiqadi. Nisbat 2 mi? Demak, ikkinchisi uchun 2. Uchinchi shart. Berilgan reaksiya yarim reaksiya suvda tenglik va qisqa yo'li kenglamasini koeffitsiyentlarini bo'ldi. Dastlabki modda 1 ya'ni dastlabki moddada hech qanday o'zgarish bo'lmaydi, o'rtoqlar. SH 3 SH qo'shboq SH SH2 SH3mi? To'g'ridan to'g'ri o'tyapti. Ikkita kislotaga. Bu kislotani anionini yozib olamiz, a? Chunki ion holatga o'tyapti-da bu. SH3 SH2 SOO anion. Ko'rdinglarmi? Keyingisi kimdan o'tyapti? Dixromat anionidan. Ya'ni xrom 2 oyatda 2 minusdan o'tyapti. Xrom 3 pluskami? Kislorod yo'q tomonga kislorod qo'yasizlar. Sharoit kislotali bo'lsa, yordamchi qism H2O va vodorod kationi bo'ladi, yarim reaksiya suvida. Yordamchi qism. O'ng tomonda kislorod yo'q. Qaysi biri keladi yordamga? Suvmi? O'ng tomonda kislorod paydo qilish uchun suv keldi. Reaksiyani tenglaymiz 7 ta. 7 qo'yamizmi? Teng kislorod? Xrom teng. Lekin o'ng tomonda vodorod paydo bo'lib qoldi. Demak, ikkinchi yordamchi qism chapga kim keladi? Vodorod kationi. 2 kere 7 14 tushadimi oldiga? Xo'p, molekula uchun zaryad no. Zaryadlar farqi 2 kere 3 plus 6. Chap tomonga o'tkazib olamiz. Minus 6 bo'lib o'tadimi? Minus 6 ishora almashadi-ku. 14 kere plus. Plus 14. Mana bu yerda faqat bitta minus 2 bor. Ko'rdinglarmi? Shuni yig'ishtirib olamiz. Plus 6 bu uchun. Endi bunga vodorod bilan kislorod qo'yishimiz kerak, o'rtoqlar. O'ng tomonda kislorod 4 ta, chap tomonda yo'q. Demak, nima qaysi yordamchi qism keladi? Suv. Kislorod tenglash uchun oldiga 4. Endi vodorod kationi. Vodorod kationi. Chap tomonda vodorod 3, 4, xullas 2. Общий vodorod chap tomonda. 18 deydi. Qo'shib beraymi? 18 da. 3, 6, 8. Nechi qolyapti?
10 qolyaptimi? O'ng tomondagi zaryadlar minusga minus. Minus 2, 10 kara plus, plus 10. Yishib ketsa, chap tomonga bu minus 8 bo'lib o'tadimi ishora? Manikul uchun 0, bu uchun ham 0. Demak, bu yerdagi qiymat minus 8, pastdagi qiymat plus 6. Endi ikkalasi uchun ham eng kichik bo'linuvchi. Ma'lum, o'rtada tashmadikmi? 4, 5, 7, 10, 2 da 4, 8, 18. 3 ha, 8 bo'ladi. Ikkalasi uchun eng ko'p 24. 24. 24 8 ga bo'lsam 3 tushadi oldiga. Ha? Bunda 4 tushadimi? Endi ko'paytiramiz. 3 ni ko'paytiramiz 1 ga. Chap tomon, o'ng tomon to'liq yozamiz. Shuni yig'indisini yozib qo'ya qo'yaylik. 1 2 3 4 5. 3 mol S5 8 molmi? Plus 3 kara 4. 12 mol suv. Ha? Endi pastdagi chap tomon. 4 kara 1. 4 mol xrom. 2 oyat. Xrom 2, oyatda 2 minusliga 4 kara 14. 56. 56 mol vodorod katyonimi? Chap tomon tugadi, strelka. O'ng tomon. 3 kara 1. 3 mol sirka anioni, ha? 3 mol kim? Propanoatmi nima edi? Qoldig'i? Asetat, propanoat, butirat, shunaqa qoldi edi. Plus 30 ta vodorod. 3 kara 10. 30 ta vodorod katyonimi? Endi bu pastdagi o'ng tomon. 4 kara 2. 8 ta xromda 3 plus katyoni 4 kara 7. 28 mol kim? Suv. Ko'rdinglarmi? Demak, qisqa yo'lga o'tish uchun xo'sh, mana bu qisqarmagan, shunday yozaveraman. 3 S5 H10 plus suvlar qisqaradi. 12 28 o'ng tomonda qoladi. Chap tomonga yozmayman. Dixromat yo'q-a o'ng tomonda. 4 mol xrom 2, oyatda 2 minuslik. Vodorodlar qisqaradi. 30 ga 50 ga chap tomonda. 26 ta. 26 ta qoladimi vodorod katyoni? Xo'sh, Bo'ldi. bu tugadi. O'ng tomon. 8 ta. 16 mol suv. O'ng tomonda 16 mol suv qoladimi? 16 mol suv. Shuni koeffitsiyentlar yig'indisi so'ralyapti. 3 4 26 3 8 16. Yakun. 63. 60 degan javob bo'ladi. Tushunarlimi birodarlar? Boshqa ma'lumot so'ralganmi, so'ralmaganmi?